Judayam aqlli ayollar yigitlarni o'zidan qochiradi. Ammo ayollar, qizlar oshirib yubormang, unga ona bo'lib olmang. Yigitlar qanday qizlarni sevib qoladi va qizlarning nechta tipi bor? Yigitlar qanday qizlarni sevib qoladi va qizlarning nechta tipi bor? Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Qizlarning qanday tiplari bor? Birinchisi, muloyim, nozik ayoli tip. Bunday qizlar muloyim, sokin bo'ladi. Ularni yurishlaridan ham yigitlar bilib olsa bo'ladi. Ular hech qayerga shoshmaydi. Ular asta kuladi. Bunday qizlarni yigitlar juda ham tez sevib qoladi. Mustaqil va kuchli tip ayollari. Bunday ayollar o'ziga ishongan, kuchli bo'ladi. Hech kimdan najot kutmaydi. Barcha ishni o'zlari bajarib ketaveradi. Bunday ayollar yigitlarda uni qozonish kerak degan hissini uyg'otadi. Samimiy, ochiq tip. Bunday qizlar yolg'on gapirishni bilmaydi. Nima o'ylasa, shuni gapiradi. Nima ko'rsa, nima his qilsa, shuni gapiradi. Bunday qizlar yigitlarning ishonchini tez qozona oladi. Ammo eng ko'p aldangan tiplarga kiradi. Aqlli, sirli tip ayollari. Bunday qizlar juda ko'p narsani biladi. Ular bilan har xil mavzuda gaplashish juda ham qiziq. Bunday ayollar yigitlarni o'ziga jalb qiladi. Ammo judayam aqlli ayollar yigitlarni o'zidan qochiradi. Har doim ham yigitlar aqlli qizlarni xush ko'ravermaydi. Chunki yigitlar qizlarning oldida aqlliroq bo'lib ko'rinishi lozim. Parvarishli tip. Bunday ayollar bilan yigitlar o'zini o'z uyidagidek his qiladi. Ammo ayollar, qizlar oshirib yubormang, unga ona bo'lib olmang. Yigitlar buni juda ham yomon ko'radi. Birinchi nigohda yigitlar qizlarda nimani ko'radi? Yigitlar ko'proq vizual baholashadi. Bu tan olingan haqiqat. Ular avvalambor sizning yurish-turishingizga, ko'rinishingizga, gapirishingizga hamda kulishingizga e'tibor qiladi. Agar chiroyli xulqingiz bilan, ko'z qarashingiz bilan, muloyim xarakteringiz bilan yigitni o'zingizga jalb qila olaman deb o'ylasangiz, adashasiz. Yigitlarni avvalambor sizning intim jozibadorligingiz tortadi. Birinchi navbatda bu xushbo'y hid, albatta atir hidi. Soch turmagi bunchalik muhim emas. Shunchaki soch toza bo'lishi kerak. Ayrim yigitlar qizlarning tirnog'iga e'tibor qiladi. Chiroyli manikyur bu o'ziga bee'tibor emasligidan dalolat. Ayrim qizlar chiroyli bo'lishiga qaramasdan ovozini boshqara olmaydi. Xunuk ovoz egasi yigitlarni o'zidan uzoqlashtiradi. Siz ishonmaysiz, ammo chiroyli ovoz birinchi o'rinda turadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yigitlar ishonch, himoya hissi, ovoz va tana tili orqali jozibali. Qizlar esa ko'zi, kulgisi va ovozi orqali jozibali. Qanday yigit va qiz bo'lishidan qat'iy nazar, uni ko'rinishiga qarab baho bermang. U aslida ichki dunyosi juda ham go'zal bo'lishi mumkin. Bilan suhbat qurib ko'ring. Balki u sizning insoningizdir. Bu mavzuda savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Barchasiga albatta javob beramiz. Salomat bo'ling. Soft product.